ketyapti. Temperatura. Bemorimiz Buxoro viloyatidan. Bemorning L4-L5 sohasida sentralniy rejasi bor. Bemorni doimiy belida og'riq qiladi, sabablari olib ketmagan reja. O'sha uchun bemorni radiachastotli nukleoplastика qilish amaliyotini o'tkazyapmiz. Yana bitta xususiyati bor ekan. Chunki belga rentgenologik tekshiruvda spina bifida bor. Sizni belingizda spina bifida bor. Chunki orqasidan qirov yopishmagan. Shuning uchun belingizda og'riq bo'lish inosi ko'proq sizda. Boshqalarga qaraganda. Tushundingizmi? Rentgenda ko'proq namoyon bo'ladi. MR'da bilinmaydi uncha. Vertizda uncha bilinmaydi. Lekin bu yerda yopishmagan o'rtasi. Hozir biz L4-L5 sohasini radiachastotni qilyapmiz. Elektrod kiritildi. Uzun elektrod bu flexrod deyiladi. Halqa to'g'ri disk ichiga kiradi. Sakson ikki gradus 84 90 gradusgacha ko'taryapmiz temperaturani. Bu sekinlik bilan oshirib borish kerak. Bel qiziganday bo'lmayaptimi? Yo'q. Yo'q, ha? Yo'q.